Bismillahirrahmanirrahim. Ojiz bandamiz, xato va nuqsonlardan xoli emasmiz. Bu filmda Kutubi Sitta, ya'ni 6 mashhur hadis kitobi mualliflaridan biri, buyuk muhaddis Sunani Termiziy yoki Al-Jami as-Sahih nomi bilan shuhrat qozongan Imom Abu Iso Muhammad Termiziyning hayot yo'li, ijodiy faoliyati haqida hikoya qilmoqchimiz. Ertaga kirib ketdimi nima balo? Bizdan qochib tura olmaydi. Ha, qo'lga tushadi. Qochib qayoqqa ham borardi? Shu yerda edi. Hey, ana u! Ana! Pastga qarab ketdi. Yuguringlar! Cho'qqiga boradi. Istanglar uni! Olib boramiz. Jamiyat bo'yicha hukm chiqarsin. Haq gap, haq gap. Hukmni o'zlari chiqarsinlar. Haqmadorlar. Begunohning qoniga botib o'tirmaylik tag'in. Gunohga qolib yurmaslik kerak. Tinchlanning. Yuzasidan shuni aytmoqchimanki, janobi payg'ambarimiz Rasuli akram Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: kimki musulmonlar yurtida yashayotgan boshqa dinga mansub kishilarga ozor bersa yoki kamsitsa yoki uning roziligisiz biror narsasini tortib olsa, men uning nomidan qiyomat kuni da'vogar bo'lib qasos olishga yordam beraman. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana deganlarki, binobarin hech kimga sababsiz ozor bermanglar. Balki faqat yaxshi muomala, husn xulq bilan dillarni rom etinglar. Kimki bir mo'minni qasddan o'ldirsa, jazosi jahannamdir. Unga Allohning g'azabi va la'nati yog'ilur. Birovni nohaq la'natlashdan ham, uni kofirga chiqarishdan ham, qurol ko'tarib o'ldirishdan ham mutlaq hazar qilishsin. Alloh taolo o'zini mo'min musulmonman degan barchaga insof va tavfiq ato etgay. Amin. Allohu akbar. Bu meni qulim-ku.
Kechiring, birodar. Kechiring, birodar. Millatidan qat'iy nazar ozor bermaylar dedilar. Men bir narsaga tushunmadim. Axir u menga tegishli odam bo'lsa, Siz ham biror marta shaytonga hayf bering endi. Axir muhtaram qo'zichoq. Ha, taqsir, nima izlayapsiz? Bir paytlar shu yerda yo'lovchilarning o'tishiga xalaqit beradigan katta bir daraxt bo'lar edi. Yo'l tor. Toqqa tutashguncha birorta ham daraxt ko'rinmayapti, taqsir. Yo'q. Qani yura qoling. Qani, sekinroq. Ana shunday. Menga qara. Ha, hazrat. Hozir sen qaytib qishloqqa tush. Men aytgan daraxt haqida surishtir. Axir kech qolib ketamiz. Bor dedim senga. Nahotki men yanglishgan bo'lsam, unda mashg'ulotlarimga yakun yasab, hadis yozishni to'xtatsam ham bo'lar ekan. Keksayganim sari quvvai hofizamga putur yetib, yozayotgan narsalarim yanglish chiqsa, Allohning oldida gunohga botishni istamayman. Assalomu alaykum. Birodar, eshitaman. Mana shu yo'lda ilgari o'tgan bir daraxt Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi yetib keldingizmi? Xudoga shukr. O'zinglar tinchimon o'tiribsizlarmi? Ha, tinch. Bu gal safaringiz cho'zilib ketdimi? So'ramang onasi. Bir tomonda yo'l azobi, ikkinchi tomonda qaroqchilar tahdidi. Ha, Muhammad ko'rinmaydilar? O'zlarini yaxshi ko'rgan joylariga. Kelishingizni har kuni o'sha yerda poylaydilar. Bu kecha ham yarim tungacha kutib, uxlab qolibdilar shekilli. Uyg'otaymi? Mayli, uxlayversinlar.
Topilmadimi? Topilmadi. Shom bozoridan olganim aniq. Biron yerda tushirib qo'ydimmikan? Hayronman. Ming afsus. Mayli, men boray. O'tirsangiz bo'lardi. O'tirish qochmas. Bugun bozor kuni. Bir xaridor bilan va'dalashgan edim. Kutib qolmasin. Ming bor uzr, keyingi safar albatta olib kelaman. Hech qisi yo'q, hijolat bo'lmang. Mayli, yaxshi qoling. Aybga qo'shmaysiz-da endi. Sog' bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Qo'lingiz kuymasin. Chiqdingmi? Namcha Hamidulloh qayoqqa qochasan? Xo'sh, o'ynaymizmi? Ha, o'ynaymiz. Kela qol, qaynoq qilib mazza qilamiz. Qani? Qotdik. Voy! Yutqizding. O'zing yutqizding. Voy! Yon uzoq ketdi. Chopdik. Hamidulloh, tezroq chop. Ha. Ariqda yo'q-ku. Ana, ko'ryapman. Ana. Ketdik bas ko'chada aylanib o'tamiz. Chopdik. Qaranglar, ana, nonni ham egasi kelib qoldi. Yugurganligi emas, buyurganligi bo'ladi. Har bir narsaning mazmunini teran tushunib anglash fiqh deyiladi. Demak, olim bilan faqihning farqi, olim bilguvchi, faqih esa teran anglaguvchi degani. Jafarbek, Labi ustoz. Qani qaytaringchi? Har bir narsaning mazmunini teran tushunib anglash fiqh deyiladi. Olim bilan faqihning farqi, olim bilguvchi, faqih esa teran anglaguvchi degani. Barakalla. Tahsinga loyiq. Barakalla. Xo'sh, Muhammad, seni hayoling qayerda? Nega yozib bormayapsan? Menga yozgandan ko'ra yodolmoq ma'qul ustoz. Yana men bilan bahslashmoqchimisan? Ha, quloqsiz? Bu yerda nima ma'qul, nima noma'qulligini men hal qilaman. Tushundingmi? Xo'sh, mashg'ulotlarni hamma yozib boryaptimi? Hamidulloh, yana nima ish bilan mashg'ulsan? Qani bu yoqqa berchi. Hali shoshmay tur. O'simliklarni bir-biriga chaplab, bosh og'rig'ini qorin og'rig'iga, qorin og'rig'ini bosh og'rig'iga qorishtirib tashlabsan-ku. Sen chala savoddan tabib emas, masxaraboz chiqadigan ko'rinadi. Qani, qaytar. Ustoz? Sen qulog'ing tob bitganmi? To'rneklar darsni qaytar. Har bir narsani teran tushunib anglash fiqh deyiladi. Faqih bilan olimning farqi shuki olim bilguvchi esa nima sen bilimdon? Hammasini yod oldingmi? Ha? Qani qaytarchi? Bilib qo'y. Xato qilsang yoki bilmasang, bu dargohdan haydayman. Meni ta'limxonamni butunlay tark etasan. Xo'sh, nega jimsan? Hozirgina tiling burro-burro edi-ku. Yo tilingni qush cho'qidimi, yo tanglayingga yopishib qoldimi?
Qani gapir. Sado chiqmayapti. Senga javob. Yo'qol. Ol narsalaringni. Nima qilib? Nima? Sen uni ortidan haydalishni xohlayapsanmi? Voy. Yana haddingdan oshasanmi? Ustoz, yo'q. Gapir. Ustoz, Yana yo'q. qaytarasanmi? Yo'q. Hammangga saboq bo'lsin. Xo'p bo'ladi, ustoz, xo'p bo'ladi. Ilm olmoq har bir mu'min musulmon uchun farz ekanligini azaldan Haq Taolo belgilab qo'ygan. Ilm ma'rifatga intilmaganlar xor bo'lur. Fiqh insonning o'z-o'ziga, o'zidan boshqalarga va Robbisiga nisbatan haq-huquqlar, axloq-odob me'yorlari, yoqimli va yoqimsiz ishlar borasidagi tutgan o'rnini nozik va nafis jihatlargacha o'rganiladigan asosiy va furu ikkinchi darajadagi hukmlarda mukammal tarzda bahs olib bormoq ilm hisoblanadi. Fiqh kalimasi Qur'oni Karimning oyatlarida lug'aviy ma'noda kelgan. Alloh taolo shunday deydi: ularda qalblar bor, lekin ular bilan anglamaydilar. Lahum qulubun la yafqahuna biha va ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yaghzarun. Ya'ni mu'minlar Shoshma. Men hali bu saboqlarni o'tganim yo'q edi-ku. Men esa allaqachon o'tlab bo'lganman. Ha? Demak, sen bilib turib atayin javob bermagan ekansan-da. Shundaymi? Unday emas. Unda nima sabab? Javob ber. Bir oydan beri bir narsani qaytaraverib to'tiqishdan farqim qolmadi axir. Jim. Yo'qol bu yerdan. Yo'qol. Ertaga otang bilan birga kel. Sizni nima qilsam ekan? Domlangizdan shuncha tanbeh eshitib, darsga qatnashishingizga zo'rg'a roziligini oldim. Ta'limga borganingizda ustoz bilan bahslashishni bas qiling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hech qachon bilimingiz ustunligi bilan g'ururlanmang. Ega bo'lgan bilimingiz ila g'ururlanishdan ko'ra, hali yetishmagan bilimingizga yeta olmaslikdan qo'rqing. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va shuni unutmangki, ustoz otadek ulug' sanaladi. O'qdingizmi? Barakalla. Aytgancha, Abdurazzoq otaning kitobini mutolaa qilib bo'ldingizmi? Sho'xlik qilmang. Unda ertagayoq kitobni do'konlariga eltib bering. Gapni ro'y-rost aytib, uzr so'rashni unutmang. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ketyapsizmi? Ha. Mana otangalarni oling. Qaytishingizda bozordagi Hasan qassobdan chorak qadoq et olib keling. Xo'pmi? Xo'p. Hamidulloh, nima deysan? Yur men bilan. Qayoqqa? Shaharga. Hozir. Chiroyli ucharkan, ha? Bo'lmasam-chi. Ketdikmi? Ketdik, yura qol. Tegdi! Yana galim. Yana meni galim. Tezroq, qoladi. To'xtab turinglar. Ha, Jafar, kim kelyapti? Iye, aql do'rva-ku. Kelsinlar. Qadamlariga hasanot. Seni deb men ustozdan dakka eshitdim. Ayb o'zingizda. Shunaqami? Kichkina? Shu yerdaman. Hey! Nima qilyapsizlar? Bu insofli yo'qlar.
Bitta bolaga shuncha bola yopishasizlarmi? Tur bolam. Tur. Shart qilmadimi? Yo'q. Ha, mayli bola. Xafa bo'lma. Katta bo'lgandan keyin esingdan chiqib ket. Rahmat. Allah. Abi kitobing ham yirtilibdi-yu. Mayli, ham olarsan. Mayli, sog' bo'l. Xafa bo'lma. Canavar. O'rab bera qoling. Sengacha bola. Hop bo'ladi. Chorak qadoq. Mana pul. Keling, aka tarvuzdan oling, tarvuzdan oling. Bu tarvuzni mana bola. Rahmat. yemabsiz. Keling, aka tarvuz yemabsiz. Keling. Bu safar shuni qabul qil. Buyurtmangiz kelgan zahoti sizga mayli, zarari yo'q. Tijorat omonlik. Ya, Muhammad. O Muhammad, beri keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingizdagi nima? Men haligi Burningiz ham qon. Birov bilan urushdingizmi? Qani, qo'lingizdagini menga bering-chi. Bering qani. Bu obbo chatoq bo'pti-ku. Ha, yaxshilab yamashga to'g'ri keladi. Menga qarang, bu siz o'qigan kitobingizni sahifasiga qarashingiz bilan so'zlarni xotirangizda saqlab qolarmisiz? Shu gap rostmi? Ha, rost. Hozir agar sinab ko'rsam uyalib qolmaysizmi? Nega indamaysiz? Xo'sh. Agar sizning imtihoningizdan o'tsam, ichkaridagi kitoblardan foydalanishga ruxsat berasizmi? Obbo'zi ayyor. Mayli, kelishdik, yura qoling. Birodar, rastadan xabardor bo'lib tursangiz. Mayli, mayli. Qani, kira qoling. Shu kuni Abdurazzoq Muhammadni obdon imtihon qiladi va unga mehr qo'yadi. Ota, Nima deysiz? Hijoz bu yerdan uzoqdami? Ha, Hatto tog' tepasidan ham ko'rinmaydimi? yo'q o'g'lim. Ota, meni o'zingiz bilan olib keting. Biroz ulg'aysangiz, albatta olib ketaman o'g'lim. Siz savdoga borayotgan yerlarni nima deb atashadi? Shom, Iroq. Xalifa al-Ma'mun Bag'dodda Baytul Hikma kutubxonasini tashkil qilgandan beri hozirda ko'plab yunon va boshqa tillardagi kitoblar arab tiliga tarjima qilib bo'lindi. Hademay, siz ham mana shu kitoblardan bahramand bo'lasiz o'g'lim. Inshaalloh. Zurriyodingizni zehni o'zgacha. Ayniqsa hadis ilmiga bo'lgan ishtiyoqi juda baland. Mana meni aytdi deysiz, kelajakda fozil inson bo'lib, davra yerga taraladi inshaalloh. Ilohim aytganingiz kelsin. Haqiqatdan olayotgan ilmidan ko'ngli to'lmayotgan bo'lsa, uni qiynamasdan alohida muallim tayinlaganingiz ma'qulmikin? Bolamning tarbiyati va o'qishi bilan jiddiy shug'ullana olmayapman. O'zingizga ma'lum. Bir oyda bo'lsam 6 oy yo'lda. Shu kunlarda yana yo'lga chiqish taraddudidaman.
Bu yerdan qaytgan zahotim albatta muallim top o'qitaman. Madrasada mendan kitob xarid qilib turguvchi mudarrislar bor. Agar rozi bo'lsangiz, o'g'lingizni ularga ko'rsatsam. Ma'qul. Juda soz. Bir narsani orzu qildingizmi? Uni ko'z qorachig'idek asrang. Qulog'ingizda bo'lsin. Epli olmaganlar sizni ham shunga ishontirmoqchi bo'lishadi. Qo'lingdan kelmaydi deganlarga quloq osmang. Doimo yodingizda bo'lsin. O'zingizga maqsad qildingizmi? Shunga erishishga harakat qiling. O'qdingizmi? Mayli, yaxshi qolinglar. Eson-omon. Allohga topshirdim. O'zingiz ehtiyot qiling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Onangiz yumushlardan xabardor bo'lib turing. Xo'pmi, o'g'lim? Xo'p, ota. Shu yerda xayrlashamiz. Chu! Yurlaring. O'zingizni ehtiyot qiling, o'g'lim. Qani, yura qoling tez. Bu yerda meni imtihon qilishadimi? Ha, xotirangizni tekshirib ko'rishadi. Nimasini? Yodlash qobiliyatingizni. Ha. Unday bo'lsa, Arpayi bug'doy yekalam, dikalam, arg'in ustidan sakrab o'tmay. Sakramay yiqilib tushishingiz mumkin. Ana, chiqdim. Agar men ularning imtihonlaridan o'tsam, Xo'sh, menga madrasaning kutubxonasidan foydalanishga ruxsat berishadi. nafaqat ruxsat berishadi, balki u yerda o'qish mashg'ulotlaringizni davom ettirishingiz ham mumkin. Sizni hali oldinda qanday imkoniyatlar kutayotganini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Qani, yura qoling. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا فقال له تقبله يا رسول الله لقد ولد لي 10 ما قبلت أحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم bizga Hushaym Yahyo ibn Saiddan, u kishi Muhammad ibn Yahyo ibn Hibbondan, u zot esa ibn Umardan dedilar. Uyayna ibn Hisn Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirdi. U zot Hasan yoki Husaynni o'payotgan edilar. O'payapsizmi ey Rasululloh? Meni 10 ta bolam bor. Birortasini hali o'pmaganman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim rahm qilmasa, unga ham rahm qilinmaydi dedilar. Xo'sh, yod olganlaringizni qaytaringchi. Qaytaring. Xafa bo'lmang. Balkim hayajonlanayotgandir. Bo'lishi mumkin. U hali yosh bola bo'lsa, biz qayta mutolaa qilib, zo'r yod olamiz-ku, unga bunday mashqlar qiyinlik qiladi. Shuni tushunib oling. Mag'lubiyat bir tomondan foydalidir. Kishi ruhini sergaklantiradi, muhimi tushkunlikka tushmaslik. U kishini aytgan hadislarning yarmi sahih emas edi. Yana roviylarni ham adashtirib yubordilar. Unda nega indamadingiz? U kishining ko'ngillarini ranjitgim kelmadi. Sizni qarang-ku, turing o'rningizdan. Ketdik. Qayoqqa? Madrasaga qaytamiz. Assalomu alaykum.
darvozani ochinglar. Qani. Sekinroq, sekinroq. Kattaroq ochinglar. Ha, qani. Olib keling. Alloh, olib kelinglar. Ehtiyot bo'linglar. Voy, kechirim qursin meni. Voy, kelin. Voy, kelin. Og'irroq bo'ling, kelin. Qo'shib oching. Ay, kelinglar. Nima qilgan ekanmiz? Qaytayotganida to'satdan topib qochib, yo'lda qazo qilibdi. Rahmat, sho'rimiz qurib qoldi. Otangizdan ayrilib qoldik. Mayt yuqori olinglar, yuqoriga. Abu Iso otasi vafotidan so'ng sharoiti biroz mushkul bo'lishiga qaramay, ilmga bo'lgan chanqoqlik ustun kelib, Abdurazzoqning qistovi bilan o'qishni katta madrasalarda davom ettiradi. Oradan yillar o'tdi. Oltin davr hisoblanmish hijriy 3-chi, milodiy 9-asrda hadis ilmi misli ko'rilmagan darajada ravnaq topdi. Ayniqsa asta-sekin ilm markaziga aylanayotgan Mavaron nahrida bu ilm bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarning soni kun sayin oshib borardi. Olgan ilmlari takomillashgani sari tabiiyki talabalar orasida o'zaro tortishuvlar, ko'pgina ilmiy munozaralarga sabab bo'lardi. Bizga aytildiki, hadislarni faqat yod olinglar deb. Yozib olinglar deyilmagan. Chunki muntazam yozuv bilan shug'ullangan insonning xotirasi asta-sekin susaya boshlaydi. Gaplarim to'g'rimi, xaloyiq? To'g'ri! Asl mohiyatga yetmoqchi bo'lganlar bilingki, odamlar aynan xotiraga ishonib ish tutmoq lozim, qog'ozga emas. Odamlarga buyurildi kim? Xotiraga tayaninglar. Yozuvga ishonch yo'qdir. Chunki qog'ozga tushirilgan yozuvlar inson tafakkurini kuchsizlantirishga olib keladi. Olgan bilimingizni ham butkul unutasiz. Chunki xotirangiz ishdan chiqadi. Hatto yodda saqlayotgan hadislaringiz ham tez unut bo'lib ketadi. Odamlar sunnatni yod olishga buyurildilar. Sababi nimada kech o'ylab ko'rganmisizlar? Chunki yozuvga tayangan har biringiz asta-sekin xotira dangasaligiga duchor bo'lib, bor bilimingizni ham unutib yuborasiz. Shul bois Sufyon Savriy aytgan edilar: qog'ozlar naqadar yomon ilm omboridir deb.
yo men nohaqman? Ha shunga qaramay u zot ehtiyot yuzasidan hadislarni yozar edi-ku. Axir salafi solihlardan bir qanchasi hadislarni yodda saqlashda, ularni yozish va takrorlashdan foydalanar edilar-ku. To'g'ri. Lekin yozuvga tayansangiz, xotirangiz kuchsizlanib, o'zingizga ishonch yo'qoladi. Natijada sizlar yod olgan o'sha muborak hadislarni butkul unutasiz. Men nohaq bo'lsam, mana gapiringlar. Yengilganingizni tan oling Abdulloh. Abu Hurayradan shunday rivoyat qilinadi. Sahobalardan hech kimsa menchalik ko'p hadis bilmas edi. Faqatgina Abdulloh ibn Amr bundan mustasnodir. Sababi u hadislarni yozib borar, men esam yozmas edim. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fathida ma'ruza qildilar. Jumladan shunday dedilar: Abu Shohga hadislarni yozib beringlar. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan oldin shunday dedilar: Menga biror bir yozadigan narsa keltiringlar. Sizlarga undan keyin hech ham adashmaydigan bir vasiyat yozib qoldiray dedilar. Abdulloh ibn Amr ibn Os roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan barcha narsalarni yozib borar edim. U zot menga qarab, yozaver. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mendan faqatgina haq so'zgina chiqadi. Siz keltirgan hadislaringizni musnadi yo'qdir. Raviylari ham ishonchsizdir. Hattoki isbotini topishga ulgurmagan zaif hadislardir. To'g'rimi? Jafarbek haqni aytayapti. Isbotini topishga to'g'ri bo'lar ekan. Ana o'sha Abu Isoning qo'ldan kelsa javob bersin-chi. Ha, barakalla Jafarbek. To'g'ri. Bu rivoyatlar ichida juda ko'p zaiflari mavjuddir. Lekin bularni ba'zilari quvvatlanishi ham mumkin. Abu Said Xudri roziyallohu anhudan Qur'on va tashahhuddan boshqa hech narsa yozmas edik. Agar yozib olingan bo'lsa, o'chirib tashlasin deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan Qur'ondan boshqasini yozmanglar deganlar. Ta'assufki Jafar Mirzo, siz bu yerda sof ilmning haqqoniyligini isbotlashni emas, aksincha jamoat oldida bir talabani yerga urib shu orqali yig'ilganlar oldida o'zingizni ko'rsatishni maqsad qilib olgansiz. To'g'ri aytyapti. Qanaqasiga to'g'ri bo'lar ekan? Abdullohni birov bahslashga majbur qiladi-ku. Takror aytaman. Yod olganlaringiz bilan kifoyalanib qolmasdan uyingizda chang bosib yotgan kitoblarni o'qib tursangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar uy tozalanib turilmasa, uni chirk bosadi. Bu oddiy haqiqat o'zingizga ma'lum bo'lsa kerak, Jafar Mirzo. Barnam Abu Soni zehniga qoyil qolish kerak. Hadega bundan qolishmaydi. Ana xolos. Bopladi. Ketdik. Minglab odamlar hadis ilmini egallashga harakat qilishyapti. Lekin bu ilm hammaga ham buyurilgan emas. Qobiliyatingiz boshqalardan ustun ekanligini, man deganni bir cho'qishda mot qilishga qurbingiz yetishini ham yaxshi bilasiz. Endi bu yog'iga bir joyda o'ralashib qolmasdan o'qishni davom ettirib, olgan bilimlaringizni takomillashtirishingiz kerak. Otam olamdan o'tganlarga ham ancha bo'ldi. Madrasani ham siz ko'rsatgan muruvvat ila bir amallab bitirdim. Katta shaharlarga borish uchun ko'p pul kerak. Onam yolg'iz. Uyga qaytib ro'zg'orga qarashni niyat qilgan edim. Va alaykum assalom. Bilasizmi o'g'lim, men bir savdogar bilan gaplashib qo'ydim. Onangizni ro'zg'origa ham qarashib turaman. Otangizni niyati shu edi, o'g'lim. Rahmat. Bilasizmi? Xo'sh. Men aytavering, tortibmang o'g'lim. Ha mayli. To'xtang. Nima gap? Siz menga nafaqat ma'naviy, otaliq mavqeda turib ko'p yaxshilik qilib kelasiz. Meni sizdan bir
iltimosim bor edi. xabari sizdan eshitganman. Qimirlamang, qimirlamang. O'tiring, o'tiring. O'g'lim. Bir kam dunyo ekan. Biroz kech qolibmiz. U qiz ulashtirib qo'yilgan ekan. Sog'inch o'z xanjarin siqar yurakka, labbay deb qoshingga qo'narmikanman. Habibim sevgisi Madina Makka, Baytulloh men seni ko'rarmikanman. Abu Iso Termiziy ilmda komillikka erishish uchun ko'plab ustozlar orttirdi. Mashhur ulamo va muhaddislarning asarlarini qunt bilan o'rgandi. Zamonaning ilg'or shayxlardan ta'lim oldi. U yanada ko'p ilm o'rganish maqsadida 26 yoshlarida Shom va Iroq, Hijoz tomon safarga chiqadi. Men hayotimni bekorga o'tkazmoqchi emasman. Safarimning maqsadi ham sahih hadislarni bir joyga jamlab, Mavorunnahrda muhaddislar sultoni degan nomga sazovor bo'lmoqchiman. Inshaalloh. Bobom asli martlik edi. U kishi Lays ibn Sayyor zamonida yashagan. Keyinchalik Termizga ko'chib kelganlar. Tinchlikmi, birodar? U zotni tanidingizmi? Kim ekan ular? Shayx al-Xoraviy-ku. Nahotki o'zlari bo'lsalar? Xuddi o'zlarida. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا خشيم قال حدثنا ابن عطاء عن عمر ابن خديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. Bizga Yaqub ibn Ibrohim Davroqiy so'zlab berdilar. U kishiga Xushaym so'zlab bergan. U kishiga Yahyo ibn Ato so'zlab bergan. U kishi Umora ibn Hadiddan, u zot Sahr al-G'omidiydan so'zlab berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Alloh, ummatimning tongi ishlariga baraka ber" dedilar. Qo'lingdagi bu qog'ozlar bo'sh-ku. Hozirgina oldimga kelganingda sen menga hadislaringizni yozib olganman deding-ku. Bu qilg'ing bilan mendan uyalmaysanmi? Ming bor uzr so'rayman, shoshilganimdan oq qog'ozlarni ko'tarib kelaveribman. Siz hikoyat qilgan hadislarning hammasini yoddan bilaman. Hatto
nomma-nom so'zma-so'z aytib berishim mumkin. Nomma-nom? So'zma-so'z? Qani ayt. Eshitaylik. حدثنا محمد ابن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم bizga vositiy so'zlab berdilar. U kishiga Yahyo ibn Said, Muhammad ibn Ajlondan, u kishi Sumaydan, u kishi Abu Solihdan, u zot Abu Hurayradan dedilar. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon aks olsalar, yuzlarini qo'llari yoki kiyimlari bilan yopar va ovozlarini pasaytirar edilar. Haddasana Yaqub ibn Ibrohim ad-Davraqi qala haddasana Hushaym qala haddasana Ya'la ibn Ato عن أمارة ابن حديد عن صخر الغامدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. bizga Davroqiy so'zlab berdilar. U kishiga Hushaym so'zlab bergan. U kishiga Yahyo ibn Ato so'zlab bergan. U kishi Umora ibn Hadiddan, u zot Sahr al-G'omidiydan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ey Alloh, ummatimning tongi ishlariga baraka bergin dedilar. Qoyil. Bundayin xotirasi o'tkir muhaddisni birinchi bor ko'rishim. Barakalla. Tashakkur ustoz. To'xta! Kimsen? Men sahrolar sardori Abu Hasanni izlab yuribman. Ortimdan yur. U kishi qayerdalar? Chodirdalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Martabangiz bundan-da baland bo'lsin, sahrolarning sardori. Sizdek oliyjanob bir inson. Qayerliksen? Movaronaxirdan. Nishing bor edi? Nima desam ekan? Biz bir pok niyat ila Hijoz va Shom va Iroq tomon yo'lga chiqqanmiz. Maqsadimiz sahih hadislarni bir yerga jamlab keng omma. Maqsadga o't. Gap shundaki, biz yo'lda kelayotganimizda karvonimizga bir o'ziga to'q odam kelib qo'shildi. Uning o'z boyligini ko'z-ko'z qilgani mayli-ku, lekin u dinimiz haqida har xil bo'lmag'ur gaplarni tarqatmoqda. Buning ustiga u boyvachcha hammani yo'ldan urish bilan ovora. O'sha odam o'zing bo'lib chiqsang-chi? Astag'firulloh, astag'firulloh. Bilasizmi, gap shundaki, o'sha Dahri o'zining nopok oyoqlari bilan muqaddas yerimizni bulg'ashini istamas edim. Shu sababli huzuringizga bosh urib keldim. Seni ig'voyingga uchib bir begunoh insonga jabr qilib qo'ysamchi? Shu aytmoqchi bo'layotganim, iltimosim qondirilsa albatta. Unda mana bu oldingizda turgan tangalar 2 baravariga ko'payishi mumkin. Yigitlar! Otlarga! Ketdik!
yerdan quvib yetinglar. Oyit, qayoqqa qochmoqchi? Mana senga. Mana xo'jayin. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Xudoyim, o'zingga tavakkal qildim. Ketdik. Ha! Subhanalloh. Alhamdulillah. Bilginki, seni chetlab o'tgan har bir musibat senga yetishi mumkin emas edi. Ammo qaysi bir musibat senga yetgan bo'lsa, u narsa seni chetlab o'tishi mumkin emas edi. Va bilginki, sabrsiz nusrat, yo'qotishsiz zafar va mashaqqatsiz yengillik bo'lmas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: yaxshiliklar katta sinovlar bilan keladi. Qachonki Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, unga sinov yuboradi. Agar banda sinovga sabr qilsa, Allohning rahmatiga erishadi. Ammo sabrsizlik qilsa, uning g'azabiga duchor bo'ladi. Imom Termiziy.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Qimirlamang, bezovta bo'lmang. Bugun ancha durustsiz. Shukr. Xudo xolasa tez kunda sog'ayib ketasiz. Ha. Tabib bugundan ozroq harakat qilishingizga ruxsat berdi. O'z minnatdorchiligimni qanday izhor qilishni ham bilmayman. Xijolat bo'lmang. Joningiz sog' qoldi. Shunisiga shukr. Qani, taomga qarang. Tanangizga mador bo'ladi. Rahmat. Oling. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yo'l bo'lsin o'g'lim. Ha, Halab shahriga borib kelmoqchiman. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Mayli. Xush qoling. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Keling, Ma'zur mehmon, tuting. xizmat. Shayx Marvaziy hazratlarini izlab kelgandim. Ming afsus. Ular rihlat qilganlariga bir oycha bo'ldi. Alloh o'z rahmatiga olsin. Ularda nima yumushingiz bor edi? Ul zotning hadislarini eshitish niyatida kelgandim. Mayli. O'zingiz qayerdan bo'lasiz, mehmon? Mavaron Nahrdan. Mavaron Nahrdan? Xuddi shunday. O'sha yerdan. Shuncha yo'l bosib keldingizmi? Ha. Yaxshi qoling. Men u kishining shogirdlari bo'laman. Ustoz ilmlaridan Alloh qodir qilgancha olganman, balkim yordamim tegib qolarmikin. Rahmat. Men u zotdan ijoza olgani kelgandim. Mayli, yaxshi qoling. Mehmon bo'lib keting. Tashakkur. U zamon muhaddislari qanchalik mashaqqatga duch kelishmasin, hadis aytgan shaxsning aynan o'z og'zidan eshitib ijoza olish yuksak odat edi. Nega yolg'iz yashaysiz? Xalifamiz Al-Mu'tasim Billoh ibn Xorimga xizmatdalik paytimda qishlog'imizda o'lat tarqab, bola chaqam qirilib ketgan. Shundan beri yolg'izman. Bu yer tunlar ancha salqin. Ehtiyotingizni qiling. Abu Iso Muhammad Termiziy uzoq davom etgan safarlari chog'ida har bir qulay fursatdan unumli foydalanadi. Qiroat ilmi, bayon, fiqh, tarix, ayniqsa o'zi yoshlikdan qiziqqan hadis ilmi bo'yicha o'sha davrning yirik olimlaridan ta'lim oladi. Termiziy safarda bo'lganda ham, bir joyda muqim turganda ham ustozlaridan, uchratgan roviylardan eshitgan hadislarni yozib olar, ularni tartibli ravishda alohida qayd qilib borardi. Bu o'z yo'lida keyinchalik yaratiladigan mashhur asarlarga zamin bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalom. Menga berib qo'ying. Qo'limga suv qo'ying. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Ortimdan yuraveringlar. Shu yerga joylashasizlar. Mehmon, ko'ngillari nima istaydi? Yegulik olib keling. Bosh ustiga. Qayerga keldik? Shahar chetidagi karvonsaroyga. Yaxshi karvonsaroy. Bu yerda ilgari bo'lganmisiz? Bo'lganda qandoq? Har gal katta jangga yurish qilishdan oldin mana shu karvonsaroyga kelib
Otlarimni taqalarini almashtirib ketardim. Umrimni yarmidan ko'pi jangu jadalda o'tdi. Har safar g'alaba bilan qaytganimda yangi hayot boshlab bola chaqa o'tiraman deb niyat qilar edim. Hukmdorlarni taxtda tez almashishi yangi janglarni boshlardi. Bemaqsad urushlar. Oxir oqibat nimaga erishdim? Unday demang. Biz sizni juda hurmat qilamiz. El oldida obro'yingiz baland-ku. Shu obro'yimni xalqni bir kechalik halovatiga almashishga tayyorman. Borar manzilim ko'rinib qoldi. O'zimdan so'ng bu dunyoda nima degan nom qoldiryapman? Xalq sevgan qahramonmi? Qo'liqon jallodmi? Yosh o'tgandan keyin inson bu dunyoda qilgan ishlarini sarhisob qila boshlar ekan. Men esa shaharlarni obod qilmadim. Aksincha, ularni vayron qilish bilan ovora bo'ldim. O'zimdan hatto zurriyot ham qoldira olmadim. Umr esa poyoniga yetib bormoqda. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Yer yuzida buzg'unchilikni izlama. Albatta Alloh buzg'unchilarni suymas. Qasos surasi 81-oyat. Ahmad aka? O mulla Ahmad aka. Ko'chalarda hech zoq ko'rinmaydi, tinchlikmi? Hey, eshitmadingizmi? Shahrimizga Imom Muhammad ibn Ismoil Buxoriy tashrif buyurdilar. Butun shahar ahli katta masjidda yig'ilishyapti. Tezroq yuring. Shahrimizning hadis sohiblari bu tashrifini eshitib, u kishi xotirasini sinash maqsadida fikrlarni ochiq aytmay, 100 ta hadisni olib matnlari va sanadlarini almashtirishibdi. So'ng 10 ta talabaga Imom Buxoriy hozir bo'lganda unga aytib berishni amr qilishibdi. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلاة داود عليه السلام وأحب صيام إلى الله صيام داود عليه السلام. Payg'ambar alayhissalatu vassalam sizlardan birortangiz Ramazonga bir kun yoki 2 kunlik roza bilan muqaddam bo'lmasin, balki agar o'zini tutayotgan rozasi bo'lsa, ana shu kunning rozasini tutaversin deb marhamat qildilar. Nega u kishijon? Javob bera olmay izza bo'lgandan boshini ham qilib oldi. Osmonga ko'tarib maqtagan muhaddislaring shumi? 100 ming hadisni yod olgan emish. Aqalli 100 ta hadisni yoddan aytib bera olmadi-ku. Essiz, vaqtimni bekorga sarflab kelib o'tiribman. Tavba. Shuni ayting. Demak, gap bunday. Birinchi hadis aytgan yigitcha, siz aytgan hadis unday emas. Sanadi mana bu kishilardan iborat. Matni esa mana bundaydir. Siz aytgan hadisga keladigan bo'lsak, siz 8-hadisda shunday xato qildingiz. Allohga eng suyukli bo'lgan namoz Davud alayhissalomning namozidir. Allohga eng suyukli bo'lgan roza Davud alayhissalomning rozasidir. U kishi tunning yarmigacha uxlab, 3dan birida namoz o'qiganlar. Qolgan 6dan birida yana uxlab dam olgan. Barakalla. Qoyil! Mana buni haqiqiy muhaddis Ushbu voqeadan Imom Tirmiziy qattiq ta'sirlandi. Ibn Hojar hayratlanib yozgan edi. Ajablanadigan joyi Buxoriyning 100 ta hadisini yod bilishida emas. Buxoriy 10 ta kishining xatolarini esda saqlab, u xatolarni to'g'rilashdan oldin xatolarni ularning og'zidan chiqqandek takrorlashidadir degan. Bizning yurtga anchaga keldingizmi? Alloh taqdir qilganicha. Ma'qul gap. Eshitishimizcha, bizning madrasalarda ta'lim berar emishsiz. Shu gap rostmi? Unda men ham darsingizga kelib tahsil olsam bo'ladimi? Albatta, keling.
Men-chi? Keling siz ham. Bizga ham mumkinmi taqsir? Albatta mumkin. Madrasa eshigi ilm istovchilar uchun hamisha ochiq. Taqsir ayting-chi. Yodlash qobiliyati uchun biron bir dori bormi? Bilmadim. Ilmga chanqoqlik u tinimsiz mehnatdan boshqa dorisi bo'lmasa kerak. Ma'qul. Keling mehmon, keling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Xush ko'rdik. Rahmat. Men Hazrat Iroqiyni izlayapman. Men u kishiga o'zim to'plagan hadislarni ko'rsatmoq istagida edim. Shundaymi? Ma'zur tutgaysiz. U kishi ozgina band edilar. Biroz kutishingizga to'g'ri keladi. Mayli. Mayli. Xo'sh, qayerlardan so'raymiz? Mavronaxirdan yetib keldim. Shundaymi? Uni qarang-a. Huzurlarda sizning hamyurtingiz xuddi sizga o'xshab to'plagan hadislarni taqdim etyaptilar. Shu kishi bilan suhbat qilyaptilar. Kim ekan u? Abu Iso Muhammad. Termiziymi? Ha, xuddi o'zlari. Naqadar zakovatli, aqlli muhaddis ekanlar. U kishiga shayximiz ham yuksak baho berib, Allohning musulmonlarga bergan ne'matidir deb aytdilar. Juda a'lo. Juda nafis. Barakalloh. Ertadan boshlab mening o'rnimga madrasada dars bera boshlaysiz. Axir men sizga o'gitim shuki, nafs balosidan ehtiyot bo'ling. Menga qarang, birodar. Shu yerda ekansizda. Suyunchi bering. Tinchlikmi? Hamyurtlaringiz tashrif buyurishdi. Sizni so'rashdi. Kim ekan ular? Ismlari uncha yodimda qolmadi. Yo'l-yo'lakay o'tib ketishdi. Yanglishmasam birining ismi Halilullohmi? Hamidullohmi? Ha, Hamidulloh, xuddi o'zi. Qayerda ekan ular? Qobil masjidining ro'parasidagi uyga joylashibdi. Sizni so'rashdi. Eshikni ochiq qoldiramiz, to'g'ri kirib boraverar ekansiz. Hamidulloh? O Hamidulloh. Kim bor? Hamidulloh? musulmonlarni o'z dinida fitnaga solib, ular orasida shubha gumonlar uyg'otib, ularni iymonlaridan so'ng kufrga qaytarishlari
Alloh nazdida ularni o'ldirishdan ko'ra kattaroqdir. Va fasod o'ldirishdan ziyoda qattiqdir. Baqara surasi 191-oyat. Tezroq kela qolinglar. Bu yaramas qochib ketmasin deb atayin ishini ortidan tabalab qo'ydim. Kiringlar. Bo'la qolinglar tezroq. Chiqinglar. Ehtiyot bo'ling. Bo'la qolinglar. Qani marhamat, qozi janoblar. Tinchlikmi o'zi? Nima gap ekan? O'g'ri tushganga o'xshaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu yoqqa. Bu tomonga kelinglar. Ana u yaramas shu yerda ekan. Qozi janoblar. Marhamat qiling. Sizlar ham guvoh bo'lasizlar. Qo'lga tushdi. Masjidga chiqib ketgan edim. Yo'qligimdan foydalanib mana bu yaramas cho'rimni oldiga kiribdi. Nima? Zinokorni ushlang. Bu zinokorga har qanday jazo kam. Eshakka teskari o'tkazib, ko'chalarda sazoyi qilish kerak. To'xtanglar. O'zingni o'chir. Ichkariga kir. Qozi janoblar, so'zlashga izn bering. Shoshma. Senga Agar haqni gapirsang, Allohga qasamki adolat qilaman. Gapir. Allohga qasamki bu odamda ayb yo'q. Bu kishi diyonatli odam ekan. Hay yaramas. U bilan tiling Tegma bilan unga. itlarga ham qilaman. Orqangga qayt. Itlaringizga yem bo'lishdan ko'ra narigi dunyodagi savol javoblarimdan qo'rqaman. Agarda uning aybsizligini isbotlay olmasang, unda sen u bilan til biriktirganlikda gumon qilinib, u qatori jazolanasan. Allohdan qo'rqaman. So'yla. Ey Xudoyim, gunohlarimni o'zing kechir. Qani? Bu ish mana shu kishiga nisbatan qilingan fitna. Fitna? Nima? Yo tavba. Qaranglar, ko'rni shu qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Orqangga qaytadim. Tegma unga. U kishiga uyushtirilgan fitnani meni sohibim bilan ana bu kishi uyushtirdi. Nimalar deyapsan? Astag'firulloh. Bu tuhmat qozi janoblar. Ishonmang. Ikkalasini ham oling. Menga uyushtirilgan bo'xton, meni aybim yo'q. Qo'llarini bog'lang. Qozi janoblar, men bir mo'min musulmon odamman. Jo'rini ham. Ishonmang. Qozi janoblar, ishonmang unga. Boshqondan keting. Hammasi seni deb bo'ldi, jaramas. Qozi janoblar, Muhtaram qozi janoblari. o'tinaman. Axir siz shu cho'riga nisbatan adolat qilaman deb so'z bergansiz. Ha, aytgan edim. Adolat qilaman. Ey nobakor, cho'ringni ozod qil. Senga aytyapman, ozod qil. Ozodsan. Sen fitnaga uchmay, haqiqatni qaror toptirganing uchun shariat tomonidan ham ozodsan. Ikkovini esa olib chiqing. Qozi janoblar, gunohimdan o'ting. Band eting. Shayton yo'lda urdi meni. Adolat qiling, qozi janoblari. Qozi janoblari, shafqat qiling. U kishini qo'yib yubor. Hamma baloni sen Uning egasini o'zi qallob ekan. Aqchalarni ko'rishing bilan jon deb rozi bo'lding-ku. Qani yur. Yur dedim. Yur. Kunlarning birida Imom Termiziyga Imom al-Buxoriy Eronning Nishopur shahriga tashrif buyurar emish degan xabar keladi. Abu Iso at-Termiziy uning yo'liga peshvoz chiqish uchun yo'lga chiqadi. Nishopurning mashhur muhaddisi Yahyo az-Zuhayli hamda shahar aholisi bilan poyu piyoda saf tortib al-Buxoriyni kutib oladi. Abu Iso Termiziy Imom Buxoriydan hadis ilmini chuqur o'rganadi. Ustozning dargohida kamol topadi. Ko'pgina foydali ma'lumotlarni Al-Buxoriy va yana bir ustozim deb tan olgan Imom Muslim bilan bo'lgan suhbatlardan olganligini yozadi.
Iso Termiziy Al-Buxoriydan hadisning matnigina emas, uning hikmati va falsafasini ham tushunib yetganini e'tirof etadi. Hadis ilmiga taalluqli ba'zi ishlarda ustoz bilan munozara qiladi. Abu Iso, shu yerdamisiz? Ha. Mashg'ulotlaringizni ko'rib chiqdim. Durust. Mazhablar va istedlol. Dalil keltirish jihatlaringiz e'tiborga sazovordir, lekin munkar, g'arib, zaif hadislarga e'tibor qaratib, behuda vaqt sarflaganingizdan ko'ra sahihlarni to'plasangiz, maqsadga muvofiq ish qilgan bo'larmidingiz? Siz haqsiz, ustoz. Taassufki, omma orasida sahih hadislardan ko'ra yolg'on zaiflar ortib bormoqda. Lekin afsuski, ko'pchilik buni farqiga yetmayotir. Bunday ketishda sahih hadislar o'rnini yolg'onlari egallab olishi hech gap emas. Maqsadim hadislarni sahih, hasan, zaif, g'arib kabi turlarga ajratsam, to'g'riligiga to'liq ishonch yoki shubha bo'lganlarni o'zlari ajratib, farqiga yetsalar. Siz mendan foyda olganingizdan ko'ra men sizdan ko'proq foyda oldim. Bu Termiziyga berilgan juda katta baho edi. Abu Iso hadislarni boblarga bo'lib chiqqan yagona muhaddisdir. Hadisni sahih va zaif deb 3 qismga va hasan iborasini ilk marotaba ilmiy istiloh sifatida qo'llagan zot ham Termiziyning o'zlaridir. O'yga tolibsiz. Vatanni sog'indim. Ha. Men ham sog'indim. Oz qoldi. Hademay yetamiz. Xudo xohlasa. Bizning bu qishlog'imizda bo'lganmisiz? Yo'q, bo'lmaganman. Agar yo'lingiz tushsa, siz meni mo'tabar mehmonim bo'lasiz. Tabiati o'zgacha, sut qaymoqlarga yetadigani yo'q, boldek shirin. Chanqoq bosti chanoqlarini ichsangiz, taningiz. Mana, vatanga ham yetib keldik, ustoz. Ha. Endi xayrlashsak ham bo'ladi. Shuncha yil yiqqan ilmingizni bir joyga jamlab ijod qiladigan vaqt keldi. Ishlaringizga baraka tilayman. Bo'shashmang. Ilm yo'lida jiddiy jahd qilmasangiz maqsadga erisha olmaysiz. Zarurat tug'ilib qiynalib qolsangiz, albatta menga yetkazing. Ha, albatta. Har qanday yordam berishga hamisha tayyorman. Alloh yo'lingizni bersin. Rahmat, ustoz. Uning bundan keyingi hayoti va ijodi Imom Buxoriy bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. 20 yillar davomida o'zga yurtlarda hadislarni to'plab, ko'plab ustozlar orttirgan Abu Iso Muhammad at-Termiziy nihoyat vataniga qaytadi. Hay omon bo'linglar. Abu Iso, sizmisiz? Abdurazzoq ota. Abu Iso. Assalomu alaykum. Bormisiz? Salomatmisiz?
Xudoga shukr. Bunimi? Hamma narsa Bolalar, ko'rmaysizmi? Ish qilib eson-omon keldingizmi, bolam? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Tuproqdan tashqari deganda yuribmiz-da. Yuribmiz. Endi butunlay keldingizmi, bolam? Ha, butunlay. Ha. Zarurat tug'ilib qolsa, yana qaytib borib kelaman-da, ota. Ha, durust. Ha, bu sovg'a onangizgami? Ha, onamga. Biroz kechikibsiz-da, bolam. Tinchlikmi? Bardam bo'ling, o'g'lim. 2 oy burun onangiz u dunyoga rihlat qildilar. Abu Iso har bir asarini yozib tugatgach, o'zining haq yo'lda ekaniga ishonch hosil qilish uchun zamonasining mashhur ulamolariga olib borib ko'rsatadi va ularning roziligini oladi. Bu haqda Termiziyning o'zlari shunday yozadilar. Men ushbu kitobni tasnif qilganimdan keyin uni Hijoz, Iroq va Xuroson ulamolariga taqdim etdim. Ular rozilik bildirib qabul qildilar. Kimning uyida bu kitob tim bo'lsa, o'sha xonadonda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam gapirayotgandek. To'xtanglar! Nima gap, tinchlikmi? Ana u yerda butalar orasida kimdir yotibdi. Borib ko'raylikchi. Kim ekan u? Yo'ldan adashgandir-da. Qaranglar, qo'li chopilgan ekan. Astag'firulloh. Nima qildik? Suv beramiz. Boshini ko'tar. Shoshilmay iching. Qani, ko'taring. Qani. Qani, asta. Ehtiyot bo'ling. Ko'tar. Sekin. Yur. Asta. Sekin. Tog' bilan emas. Odam bilan uchrashadi deganlari shu bo'lsa kerak. Yana xato qildingizmi? Unda qaytadan ko'chiring. Bu arzimagan xato-ku. Shu harfni tepasiga chizib, belga qo'yib ketsa bo'ladi-ku. Qaytadan ko'chiring dedim sizga. O'zingiz isrof haqida gapirasiz-ku.
o'zingiz amal qilmaysiz. Hey Mahmadona, axir necha marta aytishim kerak. Bir marta ruxsat bersam, boshqalar ham mumkin ekan deb o'ylab, buni odat tusiga kiritib olishadi. Shuni tushunasizmi yoki yo'qmi? Qaytadan ko'chiring. Hop. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Biroz isinib olishga izn bersangiz. Ha, marhamat. Uyingizga izlab borsam, bir yumush bilan chiqib ketdi deb edilar. Xayriyat, yiroqlab ketmabsiz. Xo'sh, xizmat. Xizmatingiz az qochishi menga dargumon. Nimagaki, bedavo dardga mubtalo bo'lganmanki, hatto biron malham jonimga oro bera olmaydi. Bu dard hasad deb aytiladi. Anchadan buyon bir odamga bo'lgan hasad vujudimni shu darajada cho'lg'ab olganki, uni eslagan zahotimoq endi yutgan luqmam ham shu onning o'zida zaharga aylanadi. Hasad qilmoq azim gunoh ekanini bilsam-da o'zimni boshqara olmasdim. Uning yutuqlari menga tinchlik bermasdi. Men bir qadam qo'yganimda u allaqachon 10 qadam odimlab ketgan bo'lar edi. Lekin mehnatim unikidan kam emasdi. Umrimning 10 yilini hadislar to'plashga sarf qildim. 10 yil uyqusiz tunlar, sarson sargardonlik, halovatsizlik, ana shunday o'tdi kunlarim. Va nihoyat o'sha kitobim tayyor bo'lganida men uni ko'z gavhari deya asrab odamlar hukmiga havola etdim. Ulardan tahsin va olqishlar kutib. Bilasizmi ular menga nima deyishdi? Chakki emas, lekin ana bu odamni yig'gan hadislari senikidan ancha ustun. O'zimni qo'yarga joy topolmay qoldim. Kitobimni oldim-da gulxanga tashladim. 10 yil mehnatimning har bir varag'ini olov yondirib kulga aylantirguncha qarab turdim. Ana shunda qalbimdagi hasad o'ti nafratga aylanib, yanada gurillay boshladi. U o'lim to'shagida yotibdi degan xabar kelganida esa shodligimni chegarasi bo'lmadi. Ana haqiqat qaror topdi. Sening dushmaning yaqinda o'ladi. Hayotingdan butunlay yo'qolib, g'amandoqlardan endi forig' bo'lasan. Bu darddan hech kim xalos bo'lmagan. Lekin u omon qoldi. Yana o'sha hasad girdobi meni o'z domiga tortib ketdi. Goh bo'g'ilar edim, goh g'arq bo'lardim unda. Shundan so'ng egamga murojaat qilib, undan so'radim. Nima uchun? Nimaga? Nega uni alqaysan-u, men esa yo'q? Namuncha menga azob berasan? U javob bermadi. Go'yo meni borligim ham, yo'qligim ham ahamiyatsizdek. Oradan yillar o'tib, hozir boqiy dunyo ostonasida turganimda nafrat menga azob, uqubatdan bo'lak hech nima keltirmaganini, hasad esa butunlay adoyi tamom qilganini anglab yetdim. Shuning uchun tavba tazarru qilgani oldingizga keldim. O'tinaman, gunohimdan o'ting. Payg'ambarimiz Rasuli akram laysa minni zu hasad, ya'ni
hasadgo'y odam mendan emas deganlar. Sen birodar, tavba tazarruingni mendan emas, ul zotdan so'ra. Uning karami keng, u kechirimlidir. Yaxshi qol, birodar. Men Jafarman. Jafar? Ha, biz sen bilan birga bir madrasada o'qiganmiz. Jafar. Nega mendan hasad qilgan odamim kimligi haqida biroq so'ramading? Buni hojati yo'q. Yo'q. Judayam bor-da. Nimagaki aytayotgan odamim sensan. Kechir meni. Aytyapman-ku. Kechirimni Allohdan so'rash lozim. Uni bag'ri keng. U kechirimli. Omon bo'l. To'xta. Biror so'z desangchi. Shoshma. Juda bo'lmasa haydab sol meni. Axir vijdonim qiynalib ketdi-ku. Bilasanmi? O'shanda sahroda qaroqchilarga xabar berganam men edim. Chunki seni o'lishingni istardim. Kechir meni. Yura qol. Assalomu alaykum. Qimirlama, o'tiraver. Va alaykum assalom. O'tir. Xo'sh. Nega xomushsan? Biror noxush xabar bo'ldimi? Nega indamaysan? Gapir. Hazrat, bardam bo'ling. Imom Ismoil Buxoriy Dorul Fanodan Dorul Baqoga rihlat qilibdilar. Sen
quloqsizga necha marta aytishim kerak? Mana bu qurigan qudovni ko'mdirib tashlat deb. Ertagayoq ko'rmay. Aytishlaricha, ustozi Imom Ismoil Buxoriyning vafotidan so'ng Abu Iso Termiziyning ko'zlari ojiz bo'lib qolgan ekan. Hazrat! Hazrat! Hazrat, siz haq bo'lib chiqdingiz. Rostdan ham yo'l o'rtasida ulkan bir daraxt bo'lgan ekan. O'tishga qiyinchilik tug'dirgani uchun kesib tashlashibdi. Shundaydi. Ha. Unday bo'lsa, yo'lni davom ettiramiz. Qani, yura qoling. Ushbu voqea sabab ko'nglidagi shubhalar tuman tarqalgan bo'lsa-da, baribir ulug' muhaddis keksaygan chog'ida hadis yozishda xato qilib, gunohga botishdan cho'chibmi, boshqa yozmay qo'yadi. Chunki taqvodorlik islom dini va o'z obro'siga gard yuqtirmaslikka intilish, mol dunyo matosi va boylikka beparvo qarash, oxiratning g'amini yeyish Termiziyning hayot tarzi edi. Imom Termiziy yaratgan asarlarning dovrug'i qariyb 13 asrdan buyon so'nmay kelmoqda. Merhaba ey bulbuli şiirin ada hoş geldiniz. Sadaka bulsun birdiri mevzu sada hoş geldiniz. Bul gece keldi cihanga ulsa defni betneden. Nezdi hakka birdiri kımmet baha hoş geldiniz. Zat-ı alinge edavet taşını kimler atar, def edip hak aytedir tebbet yeda hoş geldiniz. Hak ziyafet gecesi alemni sedren eyledi, seyretip bir lehzede erşi ula hoş geldiniz. Cümle peygamberini Tengrim namı birlen çarledi. Ya Nebi deb çarledi, sizni Xuda hoş geldiniz. Eczile ümmet günahın arz etip ul padişah. Va'de eylep şad etip sizni Xuda hoş geldiniz. Dergahin dil hiç kişini naumid kaytarmagil. Bizga dağlar dardığa Ali şifa hoş geldiniz. Siz sana aytib tahiyyatni beca qilgan zaman
Sam'ingizga yetti haq dil bir nido, hoş geldingiz. Asi isyonchi gunohkor ummat uchun yig'lamang. Ummat uchun ayladim jannat ato, hoş geldingiz. Ravzangiz dog'ida yig'lar bu g'arib ummatlaring. Ummatim deb chaqiring ya Ahmado, hoş geldingiz. Ravzangizga termulib tursam durud aytsam size. Bu ravishda aylasam jonim fido, hoş geldingiz. Ya ilahi Mekke Medine'ge yeter kun barmikin. Taşna barib ab-ı zemzemden içer kun barmikin. Ustuni hannan mennanni kuşar kun barmikin. Ravzangizga termulub can taqşirar kun barmikin. Men g'arib mazhariga aylang bir nazar mahbubi haq. Ul shafaat vaqtida jonim fido, hoş geldingiz. İstesangiz har qayg'andin najot. Aytingiz payg'ambarimga as-salat. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.